Assalomu alaykum do'stlar. Bu hozirgi bundan oldin olgan videomning ikkinchi qismi. Va bu videoning nomi hali o'ylab topganim yo'q. Chunki endi qo'yaman bu videoni YouTube'ga. Va men yana o'sha balon mobil deydi-ku. Yana men o'sha Tok. Men mana bu musokadan mana buni olib tashlasam-da. O'shanda to'xtanglar, bu to'g'risini ekan. Bu joyda yaxshi turibdi ekan. Hop, shunda pishmagan go'shtlarni olamiz. Ularni o'rniga kesamiz. Ularni qo'yib turib, buni pechkaga tiqib olamiz. Va pechka tayyorlab beradi bizga steykni. Hop, ungacha biz ko'chaman deb aylanib yuramiz. Ammo mana bu musoka so'ragan menga yoqib qoldi. Ikkinchi yonimga qishloqqa ko'chib kelgan edi. Lekin hozir u uyda emas. Qishloqqa bo'lsang bu yoqqa kel. Bilmayman hozir qayerlarda yuribdi, o'zi biladi u. U asosan bu yerda bo'lmaydi deymi? Yo'q, asosan shu yerlarda yuradi. Chunki uyi-ku bu yerni. Mana bu yer yoqmaydi. Nimaga shuni buzib tashlagim kelaveradi. Shuni buzib tashlab, shuni o'rniga borib, uni ham olaman, uni eshikni ham. Va oldim mana. Buzaman. Hadi, buzsam, bunday qilib turib, mana shuni ham olib tashlab. Mashatdan hozircha bunday qilib tursam, hop, mana bunday qilib turib, mana bitta hop, mana shuni o'rnatdi. Shoti bor ikkita. Baribir kerak bo'lgani yo'qdi. Mana olsam. Mana bunday qilaman. Men miyam g'oyasi. Bussam. Cho't. Deb chiqib turib. Mana qanday chiqasa. Ana bo'ldi. Shuncha muammomi. Ham mana aynidan qaraganimda mana xunuk turmaydi chiqadi. Chiroylikkina turadi. Mana buni solib qo'yaman. Loy bormikan bitta loy. Mana yana bitta sandiq o'rnatib qo'ysam bo'lar ekan. Mana o'ylab miyamga shu keldi-da. O chiqib ketishdi ustidan. Hozir mana bitta ta yo'qmi? Sapita. O'ttirib, buni bag'alatib yasab turib. Bag'alatni ko'p bo'lsa, bag'alat kimolar so'piraman. Qallay. Ana, yana bitta texnologiya. Nimaga mening qornim ochmayapti? Mana shu ochganda shu to'tni bag'latib qo'yardim. Mana jareniya kuryatina.
Üstünlükке yaxshi basmani, lekin grill o'zbekcha so'zmi, ruscha so'zmi yo inglizcha so'zmi bilmayman. Biz O'zbekistonda grill deyiladi. To'g'ri pishirilgan grill. Mayli uxlayman. Hop, mana uyqudan turdim, ertalab ham tushdi. Sevetni o'chirib qo'ysak bo'laveradi, chunki aynalardan yop-yoq bo'lib turadi. Bog'dan ko'proq yoshlar, chunki bog'da daraxtlar bor. Shuncha soyani to'sib turishadi. Salqin qilib qo'yishadi. Salqin. Quyosh ham tushyapti mana uyimga. O'zi quyosh manadan chiqadi. Aşağıdan ayna qo'ysak, quyosh vang'illagancha tushadi. Matdan ayna qo'yarmikin? Endi qo'yinglar. Ayna nima kerak bor? Hop do'stlar. Men ashatga hamma molni o'ldirmoqchiman. Yaxshi narsa o'ldirish. Aytgancha sizlarga bitta narsani ko'rsataman. O'zim mana qilich. Chimovaling yangi qilichlar. Jang qilamiz. Jang degani avvalgiga bitta narsa ko'rsataman. Mana endi keltirdim, chunki mana o'zimga yana sotib qilib oldim. Va bu yerga ham o'z jihozlarimni qo'yib qo'ydim. Ana shunday. Xuddi qishloqni qo'shnim qishloqi. Va o'zim ham mollarimni hammasini bitta ham qo'ymay shikshing qilaman. Daraja kerak emas. Assalomu alaykum. So'tda go'shtda ko'zlayni qancha foyda topib olaman albatta. Foydani itini qilib olaman albatta. Shuning uchun mashakka yashayman. Mashakka mana bu qo'ylarni o'ldirmayman. Qilishdi. Hop, bitta da yo'q qilyaptimi? Bitta kuch yetmadi-da tu. Baxtli. Mana daraxtlar o'smaydimi deyman. Ularni cho'lpulga ekib Yağıya. Tezda 8 minut bo'ldimi videoni boshlaganimga. Vaqt yomon tez. Qilyapsizlar, vaqt tez o'tishini. Voyda, shunchalik ham tez o'tadimi vaqt? Yana hozir nima qilmoqchi edim? Go'shtlarni mana deb pishirib, big'latib pishirib, to'plab pishirgunimcha ham qancha vaqt o'tib ketadi? Unga ko'mib qornim och qolishib, to'rtta biram yegim kelyapti, lekin qornim och qolgani yo'qda, shu och qolay. Hop. Mening miyamga g'oyalar kelmayapti. Chunki qishloqda hamma yo'q bo'ldi. Suv, elektr, gaz yerlarida. Gaz yoqqan kishini, gaz yo'q. Chunki bizning qishloqda gaz yoqqan kishini qozoni oqarmaydi. Shuni qilib qo'ydi. Bizni qishloqda shunaqa. Gaz yoqqan kishini urib zindiq kishini deyishadi. Va qaramashatda ham ma'quldim bir paytlar. Dasga rahmat ketib. Sizlarga mendan ham shafqat bor. Meni bu o'shoqda molda yurib, meni o'shoqqa borganman. Zato go'sht yeb olaman.
Ama go'shti normalniy ko'paydi uni. Bu ovqat bilan men endi anchayin ancha o'zimni boqa olaman. Tamam. Mollar ko'p dunyoga kelishadi. Benim zombiler kechqurun hujum qilishadi faqat. Lekin kunduzi yonib kul bo'lishadi. Lekin qayerda skeletlarni yo'qolib ketdi. Shu qishloqda. Kechqurun ko'chaga chiqaymikin abi. Kechqurunda sayr qilmay qo'ydim-da, o'zi kechqurun. Hozir uxlamasdim. Hozir uxlayapman-da. O'shancha. Kechqurun cho'ksin, birga o'qiladi. Do'stlar sevap bo'ladi bizda. Yigirmata mol terisi. Hop. Ana. Aytdim men sizlarga nima dedim? Men sizlarga nima dedim? Ko'mir yoqish kerak dedim. Ana sizlarga. Sizlar yo'q dedim. Sizlarning nimadan biroz ko'mir olib, shu bachani jeb tashlab qo'yamiz. Ichganichi. Ana issiq ham yoritadi, ham isitadi. Qanday masa? 55 ta to'yushman bir. 6 ta. Mol go'shi yaxshi. Quvvat bo'ladi mol go'shi. Lekin qonim och qolsa, shu to'rtta paqqos tushadi mol. Boshqa payt ochib ketadi. Mana kechib bo'ladi, bitta qoladi-yu. Lekin aynan shu video olib, aynan shu kutayotganingda o'zi bu hayotiy qonunda shu kutayotganingda hech narsa bo'lmaydi. Eng qizig'i. Kutmasangiz hamma bo'lib ketadi. Kutmagan narsalar kutsangiz bo'lmaydi. Vaqt uncha tez o'tyapti, qarab turadi, o'zi shu vaqt sekin o'tadi. Lekin bunga qaramasam, bunga harakat qilsam, o'tib ketadi vaqt. Hozirgina 1 minutda. Qaranglar, 12 minut bo'ldi. 13 minut pashti. Hozir yana 2 minutdan keyin videoyimni tugataman-da. O'sha 3 ta loyam yam-yashil o'tlar olib qo'yamda. Yaxshi bo'lardi. Mana mening podvalim. Podval o'zi shunday narsa-da. Shundan chiqish kerak podvalga. Lekin mana daraxtlar umuman o'sish degan narsa bilishmaydi shekilli. Demak, kim onda kim qo'ydi? Hozir mesajga ting. O'zi foizimni ham 1% qilib qo'yishibdi. Shu videoga 7 to'g'on qilib oyoq o'chib qolsammi? Niyat yaxshi qilamiz. Niyat yaxshi bizda. Hop, do'stlar. Meni ko'rdilaringiz. Bugun mening omadim big'alatdi. Endi omadimga big'alat qo'ydi. Nima big'alatadi meni omadimga? Aynan meni omadimga big'alatadi. Kim go'sht yeyotgan go'shtni big'alatib qo'ydi. Hop, do'stlar, videoyimni shu yerda tamomlamoqchiman. O'zana 14 minut bo'ldi-da. Yana 1 minut olishim kerak. Hozir 1 minut ketadi menda xayrlashgunimcha. Hop, do'stlar, yaxshi dam olinglar. Mazza qilib uxlab olinglar. Ertalabga yangi video ertaga kechga video chiqadi. Ertalabga emas, chunki ertalab maktabda bo'laman, telefon yonimda bo'lmaydi. Chiqaraman, ishqilib. Ertaga kechga 2 ta yangi video chiqadi. Bular mana shu 2 ta videoyimni qo'yaman xolos. Aynan kechga qo'yaman chunki kechga bo'sh bo'laman. Obeddan keyin repetitorlarim bor. Boshqa narsalarim bor. Shuning uchun o'zi 15 minut bo'lib qoldi. Aziz do'stlar, yangi yilgacha albatta 100 ta bo'lamiz. Men sizlarga ishonaman. Xayr va bo'pti o'zingizni
ehtiyot